Mana bugun Toshkent Gumanitar fanlar universitetining talabalar turar joyida Gulxan shousi bo'lib o'tdi. Ushbu Gulxan shousida 800 ga yaqin talabalarimiz faol ishtirok etdilar. Talabalarimiz o'zlarining yoqtirgan kuy-qo'shiqlari, she'riyat kechalari va bundan tashqari turli xil loyihalar olib borildi. Loyihalardan biri Men onamni yaxshi ko'raman loyihasi amalga oshirildi. Ushbu loyihada talabalarimiz jonli efir orqali onalarga qo'ng'iroq qilib o'zlarining yoqtirishlarini yanada shu universitetda shu xalqimiz uchun, vatanimiz uchun meni voyaga yetkazganingiz uchun rahmat deya o'z minnatdorchiliklarini bildirib o'tishdilar. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman ona. Dunyolarga alishmayapsizmi? Yaxshi ko'raman. Onajonim, meni shunchalik katta qilib tarbiya berganingiz uchun sizga ming rahmat aytaman. Xudo xohlasa jannatlarda sizga toj kiydirishni Xudo xohlasa va'da qilaman. Va'dam ustidan chiqaman onajon, sizni yaxshi ko'raman. Toshkent Gumanitar fanlar universiteti rahbariyati tashabbusi bilan bunaqa Gulxan shoulari va bundan tashqari juda ham ko'plab loyihalar hali oldinda, hali bu boshlanishi. Shunaqangi shoularda talabalarimizni faol bo'lishiga chorlab qolamiz. Barcha talabalarimizga kelgusi o'qishlarda omadlar tilaymiz. Toshkent Gumanitar fanlar universitetida orzularingizni birgalikda amalga oshiramiz.